Uzun musofirlik safarimiz yana boshlandi. Oldingi qitim Ko'ldan Shandongga elib kelgan yukni tushirib bo'lgandan keyin shu kuni Sichuanning Chandongga bir yuk chiqib qoldi. Shandong bilan Sichuanning oraliqi 2000 kilometr atrofida chiqib qoldi ekan. Bugun yo'l menayotganimizning 2-kuni. Aslidagi planimiz bo'yicha bugun tushlarda Chandongga berib bo'latdik. Biroq bahor bayrami munosabati bilan yo'llar naqs qilib o'tkazishga yuqori sur'at toshlardan mashinalar bir qadar ko'pkan. Shuningga tushdan keyin berib qolgan o'xshaymiz. Biz asosan tamoqni o'zimiz yetib yegashga evagan sakyo'ktatlarimning toza degani toyni qolmabdi. Shuning bilan qarasam bir tal saviz bilan bir bosh piyoz bakka, mush 2 tal naz bilan polo qilib tushlik tamoqni oddiy bir taraf qo'ytay dedim. Burun faqat polo etamatdim, hozir polo degandan gul chiqirdigan bo'lib ketdim qo'zadi. Men o'shash polo etishni am degan qizlardan yana netchinglar bor. Inkazroyni qoldirib yiqinglar qani. Ish qilib polo etishni yomon tas degandim men. Endi amal yo'qga yo'llash amroq emasmi bu tamoqqa. Filmimni ko'rib musharga kelgan do'stlar avval bir ta yurkunlarni besib etib, inkazroyniga yaxshi tilak so'zlarini qoldirib qo'yg'ash, mening bu aytgan polorim o'xshabdimi, o'xshamabmi? Bir bag berib yiqinglar. Shunda qilib dumlab qo'ygan pololarimni tayyor bo'ldi. Dasturxonlarimni jo'ziga silib, taxslarga usishga boshlab ketdim. Asli u polo deganni legan desa payz bo'ladi, lekin legan desak, men siz ziyon topib qolgan o'xshayman. Yo'ldoshdan tamoqni suratda jiddiy qutqizishning mashinasida tez emasmi? Chaqchaq qilib qo'ydim do'stlar. Polo yedan toqim mashinada yurish jarayonida chiqilib ketgandi. Shunga ham amal yo'q taxslarga usudim. Biz tamoqlarimizni yeb, qachlarni yig'ishtirib qilib bo'g'icha vaqtimni to'shidi ekan. Sho'pirlarning har 3,5 soatda 1:20 minut oldigan vaqti bor. Shu vaqtdan foydalanib tamoqlarimizni yeb olmaymiz, chunki biz to'shigan mollar asos jihatdan yeshil maqsad bo'lg'achqa mollarga vaqt belgilab berdi. Shunga vaqtni chin tutmasak bo'lmaydi. Yaxshi yomon kunlarda tang o'tkin barsan bilan qarab to'ymayman, hiding purab qonmayman, sana shuncha xumarman, o'tayman sen bilan. Kutib seni shu yo'lda, kelding oxiri asta, aqli basni kaydirib,
Gözlerim toldu yaşka. Shunda qilib Sujanning tavalligiga kirib oldik. Filmlarimni bu yerga ko'rib bergan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Undaq bo'lsa bugungi filmim bu yerda oyoqlashdi. Budaq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Bəxtdə ötər şadlıqqa dolu.